Bu hech qanaqa reklama emas. Agar shu video sabab bo'lib Allohning mehmoni bo'ladigan bo'lsangiz, sizdan menga bitta narsa yaqinda o'tib ketgan onamni haqqilariga duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Siz umra ziyoratini amalga oshirmoqchisiz. Qaysidir firmani kuni, qaysidir firmani siz ibodat qilishingiz uchun yotoqxonasi sal uzoqlik qilayotgan bo'lishi mumkin. Hozir men video ostiga xotirlarni raqamini qoldirib ketaman. Aloqaga chiqing, batafsil ma'lumot oling. Siz qaysidir firma bilan 14 kun, 15 kun umra ziyoratini rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu xotirlar bilan aloqaga chiqsangiz, xuddi o'sha qo'lingizdagi summaga 15 kun, 20 kun, 25 kun emas, 1 oy mobaynida Makka va Madinada Allohning mehmoni bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Qolaversa, to'liq ma'lumot oling. Xuddi o'sha shaxslar singari siz ham Makka va Madinada Allohning uyida ishchi bo'lib qolib ketish imkoniyatini ham qo'lga kiritasiz. Bu insonlar o'zbek bo'lmagan butun dunyodan kelgan musulmonlarga ibodat qilishlari uchun o'zlarining yordamlarini ayamayotgan. Qolaversa, hamma firmalarni yotoqxonasi, yeb ichishlari, ibodat davridagi yurish-turishlari, ziyoratlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lgan shaxslar hozir aloqaga chiqib, batafsil ma'lumot oling, umra ziyoratini amalga oshiring, ishchi bo'lib qolib keting o'sha oyda. Yuqorida aytganimdek, bu hech qanaqa reklama emas. Sizdan menga bitta narsa yaqinda o'tib ketgan onamning haqqilariga duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Shu video sabab bo'lib Allohning mehmoni bo'lsangiz, ziyoratingiz, ibodatlaringiz Allohning dargohida qabul bo'lsin, yo'llaringiz ochiq bo'lsin. Hoziroq shu raqamlarga aloqaga chiqing. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Sog' bo'ling.